Hurmatli bolajonlar, bugun biz shumbola qissasi asosidagi tasviriy tahlil qilish metodini o'rganamiz. Ya'ni bunda mana bu chiroyli rang-barang stilkachalarimizga gaplar yozilgan. Ana shu gaplar qaysi rasmga tegishli ekanligini bilib olamiz. Kim chiqadi? Ko'ngilli. Xo'p, chiqing, bittasini tanlang. O'g'lim, oyoq qo'ling chaqqongina, epchil yigitlar, sen ham axir qarab turmasdan boshqacharoq yo'l bilan bo'lsa ham tirikchilik paydan bo'lsang edim. Bu gap bu rasmga tegishli. Bu odam dindor bo'lgani bilan bu bolani yomon yo'lga boshlaydi, ya'ni o'g'irlikka boshlaydi. Yaxshi, ofarin. Demak, bu rasmlarimiz o'quvchilar kitobimizda bormi? Bir qarab chiqingchi, kitobimizda berilgan parchamizda bormi bular? Yo'q. Asosan qayerda uchraydi bu rasmlar? Filmda, ya'ni G'afur G'ulom tomonidan yozilgan shumbola qissasi asosida yaratilgan filmda uchraydigan ma'lumotlar. Mana shu film bilan kitobimizdagi parchani, ya'ni kitobni solishtirish metodida foydalanamiz. Endi keyingisiga kim chiqadi? Men Chiqing. Hop. Yo'q, o'qib beringchi. Hisoblab ko'rsam 6 tanga 1 miri bo'libdi. Qaysi rasmga to'g'ri keladi? Bu rasm 6 tanga 1 miri. mana bu rasmga to'g'ri keladi. Chunki bu rasm olma sotyapti, shumbola pulga bog'liq. Bu Sarboyning olmalarini bozorga olib chiqib sotayotgan rasm. Yaxshi, ofarin. Keyingisiga kim chiqadi? Ben çıkıyorsunuz. Kel. Bunisi qaysi biri edi? Haligacha bergan 22 choy chaqani bosib qolib, qayoqdagi sasigan qurt tushgan olmalardan 2 put olmani bir chipta qopga solib berdi. Xo'p, qaysi rasmga to'g'ri keladi? Bu rasmda. Mana olmalarni qopga ortib ketayotgan rasm. Bu filmda bormi, kitobimizda bormi? Qaysi birida bor? Ikkalasida ham. Ikkalasida ham. Sizga berilgan parchada ham bor. Marhamat, o'qing. Yaxshi. Keyingisiga. Hop, bu Oyim bola bolaning boshini yoritib qatig'ini chiqarib yubordi deb qo'rqitib ketdi. Bu rasm mana rasmga to'g'ri keladi. bu qanaqa holatda bo'ldi? Bunaqa qatig'i Bu chiqartish? narsa o'g'irlaganda bo'ldi. Narsa o'g'irlayotganda oyisi boshiga urug' bilan bir urganda qatig'ini tagida bekitgan tuxumi pachoq bo'lib yonib ketdi. Yaxshi. Keyingisi kim chiqadi? Chiqa qol, tezroq. Hay bozor bo'lganda ham qanday bozor deng, bay bunday bozor qissali ul andiyoda ham Xulqo degan kitobida ham yo'q. Bu rasmga tasvirlangan. Bozorni, shumbola Toshkent atrofidagi bozorlarni demak hech qayerda yo'q deb ta'riflab bergan. Yaxshi, ofarin. Mana shu oxirgisimi? Kim chiqadi? Keling, Bolalarim, bizga ko'maklashinglar, sabzi kavlashinglar. 1-2 kun ishlab, biror qop sabzi qilib, choy chaqa qilasizlar. Bu joyi qaysi parchada ham yo'q, filmda ham yo'q. Buni to'liq kitobida bor. Bu to'liq kitobni o'qib chiqqanim uchun buni mana bu rasm demak, Omon bilan ikkalasi sabzi ko'rayotgan odamlarga yo'liqib qolishadi. Barakalla. Yaxshi. Demak, film bilan kitobda farqi bor ekanmi?
va shumbola o'rtasidagi suhbat film judayam ajoyib ishlangan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Endi oxirgi savolim, G'afur G'ulomning yana qanday asarlarini bilasiz? Film qilib ishlangan. Hop, G'afur G'ulom qanaqa asarlarni bilasan? G'afur G'ulomni anaqa shumbola asarini yana Ninachi? Mening o'g'ligina bolam yaxshi. Yana qanaqa asarlarni bilasan? Sen yetim emassan. Ajoyib film suratga olingan. Yaxshi bolajon. Endi keyingi topshirig'imiz mana bu yerda uychamizda turli xil rang-barang qog'ozchalarga endi parchamizda kitobimizda berilgan parchada boy bilan Shumbolaning o'rtasidagi suhbat, ya'ni yolg'onlari yozilgan. Ana shu yolg'onlarni ketma-ketlikda joylashtirib chiqishimiz kerak. Ikkita o'quvchi chiqadi. Chiqamiz. Qani? Ketma-ketlikda qanaqa joylashtiramiz? O'ziga yopishtiravering. O'qiymiz-da. Video bo'laveradi. Kesib tashlayman.